Corvette yeshkanisi tashqarisidan ko'rinishi. Lexus 2900 Ram TRX degan varianti bor. Bu mashinani fanati emasman. 111 tayinli zo'r. Eng arzon narsadan bittasi desa ham bo'ladi. Mana buni misolga ko'rayotganlaringiz. Hammaga assalomu alaykum. Men hozir Amerikadagi eng katta mashina bozorlaridan bittasiga yetib keldim va bugungi videoda sizlarga Amerikadagi mashina narxini ko'rsatib ketmoqchiman. Agarda Amerikadan mashina zakaz qilmoqchi bo'lsanglar yoki Amerikadan yangi mashina, farqi yo'q, eskimi yangimi yuboramiz. Hop, bugungi videoda boshini boshlab ketadigan bo'lsam, Honda'lardan boshlaymiz. Naryoda Mercedes BMWlar ham turibdi. Ularni ham sekin-sekin ko'rsatib ketaman. Men oldin birinchi Amerikaga endi kelganimda mana shu mashinaga juda qiziqqanman. Honda Civic Type R. Buni biladiganlar biladi. Narxini juda ham zo'r ishlaydi bu mashina. Misol uchun narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar $50,000. Bilasizlar, bu 4 silindrli, 2 litrli motor bo'ladi. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Amerikaga endi kelganimda eng yoqqan mashinalarimdan bittasi mana shu bo'lardi. Buni narxi ko'rganingizda 49900, nalog palog yo'q-yo'qdan keyin 53 larga tushadi. Va oyiga nechta tushadi qiziqayotgan bo'lsangiz, $900 yoki de 1100 lar atrofiga tushadi. Endi 9% beradi sizlarga APR-ni. Mana agar saloniga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana salondan ko'rinishi. Mana bular полностью denelari Alcantara. Bu BMW'da, Mercedes'larda AMG M Competition bo'lsa, bularda Type R deb hisoblanadi. Salondan mana ko'rinishi. To'g'ri, balkim bir xillar uchun oddiy ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda chiqayotgan ancha-muncha mashinadan tez elektromobildan ko'ra, men misol uchun BYDlarni olgandan ko'ra shuni olgan bo'lardim. To'g'ri, bu lekin sal kichkinaroq. Bu yerga 4 ta odam sig'ishi qiyin bo'ladi, lekin ko'rinishlari cho'tki. Keyingi mashina misol uchun Mustanglarga keladigan bo'lsak, mana bu Acura. Honda'ni Toyota bo'lsa Honda, bu Lexusda. Mana bu Honda Acura, Toyota Lexus sifatida. Bu ham xuddi shuni Acura varianti, bo'ldi premium varianti ko'rayotganingizda. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana Acura Type S $51,000, 2000 farq qiladi. Motor, tegi hamma narsasi bir xil. Ko'rayotganingizda mana buni saloni bunaqa. Takoy chiroyliroq salonda keladi. Type R bo'lsa Honda'da, bunda Type S bo'ladi. Bu ham ko'rayotganingizda mexanika, mantlari Alcantara, ham Type S deb qo'yadi. Razmer, tegi hamma narsasi bir xil, prosta bu Acura. Sal chiroyliroq, o'rtasida difuzorlari pastida bo'ladi buni. Mana bu Mustangga qiziqadiganlar uchun Mustang menga hech yoqmagan shu mashina. Mustang, Camaro'lar hayotda umrimda yoqmagan mashinalar. Bilmayman, O'zbekistonda ko'plar qiziqadi shu mashinalarga. Lekin menga javniqi yoqmaydi. Mana bunisi misol uchun ko'rayotganingizda GT 350 adashmasam, yoki GT 550 ekan, to'g'ri aytibman. Buni ham sizlarga ozgina ko'rsatib ketadigan bo'lsam, bu endi eng oxirroq variantlarida, eng top urovenda desa ham bo'ladi. 53900, 502 litr. Oyiga to'lash 1000 so'm atrofi chiqadi. Salonni ham sizlarga ko'rsatib ketgan bo'lsam, mana shu mashina saloniga ahamiyat bersanglar, Gentra salonida qaranglar. Gentra saloni yomon demoqchi emasman. Misol uchun Amerikaga kelib bunaqa mashinani 100 mingga yengiligida olish xatolikda. Juda ham eskicha salon. Plastik hamma joyda ishlatilgan. To'g'ri, balkim performans tomoni bo'yicha yaxshi bo'lishi mumkin-ku, lekin menga misol uchun bu mashina вообще yoqmaydi ham. Любой BMW M2, M3, M4, M5 bundan tez bo'ladi. Menga yoqqan paytida, lekin hozir yengilari jam unaqa bilmayman yoqmayapti. Corvette ko'rayotganlaringiz Grand Sport. Mana ko'rinishi. Oldidan orqadan ham ko'rsatib, hamma joyini ko'rsatib ketaman. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, Corvette'ni 2017-yil 43000 yurgan, $52,000. Bu ham shu oyiga gazet 1000 so'm atrofi chiqadi. Mana sizlarga yonlaridan, orqasidan ko'rsatib ketaman buni ham. Endi bilmayman. 2017-yil, почти 10 yillik mashinani unaqa narxga olish qanchalik to'g'ri? Chunki buni hayotda keyin sota olmaysiz o'zining narxiga. Hozir siz 53 ga olasiz bu mashinani 52 ga. Masalan, O'zbekistonga chiqaradigan bo'lsangiz, balkim yaxshi O'zbekistonda haydash uchun. Lekin Amerikada haydashga bo'lmaydi. Menimcha eshigini ham yopib qo'yib, salonni ko'rsataman, lekin saloni xuddi shu Mustang GT ga o'xshagan. Ham bitta mana misol uchun Tesla'lar. Tesla'larning narxi Amerikada janiq yaxshi ushamaydi, chunki yangisini olganingiz выгоднoroq haydalganini olgandan ko'ra. Lekin Tesla'ni agarda ochiq bo'lsa eshigi ko'rsatib ketaman. Mana oq salon. Mana shu iPadga mashinani ulab qo'yishganda, грубо говоря. Elektromobil oddiy, ko'rsatadigan narsasi ham yo'q. Narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, $30,000, 50 ming yurgan.
Bular hammasi bir xil, sal yengilroq varianti. Bu yoqda keladigan bo'lsa, bu yoqda SUVlar. Mana shu Range Roverga sal-pal qiziqqanman. O'zimga ko'rinishi yoqadi. Lekin maintenance-ga keladigan bo'lsa, juda ko'p buziladi bu mashina, bilsanglar kerak. Mana sizlar tashqarisidan ko'rinishlari, eshigini yopib qo'ygan. This vehicle is not for sale ham deb qo'yibdi ham bitta. Bu sotilmas ekan, men uchun kimdir ham olib bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin mana sizlarga orqasidan oldindan ko'rinishi. Bular bir 65 ming, 70 ming atrofi yurganlari. Yengisi keladigan bo'lsak, bularning yengisi adashmasam 120 ming, 130 ming full paketi. Ham bitta misol uchun Audi, Mercedes, Volvo, bunaqa Mini Ram, Damas, va hokazolar ham bor. Mana bitta elektromobillarni taxlab qo'yishibdi. Men mashinalar adashmasam sotilmaydi ko'pi, chunki bular уже sotilib bo'lgan. Ko'rayotgan mana hammasi Rettili sotilib bo'lgan. Hozir naryolarni ham o'tib ko'rsataman. Misol uchun ko'plar hozir O'zbekistonda Genesis navotdi. Men bu mashinani fanati emasman. Birinchi bo'lib tushuntirib ketaman. Bu Hyundai mashina, Hyundai Kia Genesis tegi bitta va ko'rinishlari to'g'ri, chiroyli bu mashinani, lekin 1-2 yil haydaganingizdan keyin salonlari hamma joyi shaqirlab ketadi. Chunki baribir ham tegi Hyundai. Mana misol uchun 3.3 turbo motori 2023 $33 ming. Narxini ham shunaqa tez tashlab yuboradi, tushunmay qolasiz nima bo'lganini. Men bu ahamiyat beradigan bo'lsangiz, eshiklari, ko'jalari baribir ham premialniy emas-da bu mashinada. Balkim endi O'zbekistonda mashinani mendan yaxshi ko'plar tushunadi demayman-ku, chunki men ham Amerikada yashab kelib, bundan tashqari Amerikada emas, balkim O'zbekistonda ham yashaganda o'zim mashinalarga qiziqib yurganman. Lekin oddiy saloni qanaqadir menga misol uchun mana torpedalari hamma narsasi plastikdan qilingan, jam unaqa yaxshi mashina emas. Shuning uchun agarda vyuboringlar bo'lsa, Amerikada emas, balki o'z butun dunyoda Genesisni sotib olmaylar deb aytardim. Mana bular plastik orqalari, ko'jalari ham aldamakasi, mana feykovoy koja. Hamma mashina yoqmaydi deb aytmaylar. Men o'zim BMW va Mercedes fanatiman, chunki BMW ham Mercedes ham hozirgi kunda endi BMW ni tanlagan bo'lardim, Mercedesdan ko'ra, конечно. Lekin mana sizlar ko'rinishi 47 ming mayl urgan ekan. Kilometrga agarda o'lchaydigan bo'lsangiz 65 ming, 70 ming atrofi. Mana bitta misol uchun mana Subaru ham turibdi. Subarular ham zo'r mashina, yasatib ko'p amerikanliklar yomon qiziqadi shu mashinaga. Mana sizlarga Subaruning yonlaridan ko'rinishi. Lekin вечный mashinada Subaru hech buzilmaydi. Ko'rayotganlaringiz mana bu Recaro degan sitlari, mana STI mexanika hammasi to'g'ri. Bir tomondan Subaru salonlarini yengilcha qilib tashamaydi. Shu eskicha sifatida, retro sifatida ushlab turadi. Lekin ko'rinishlari menga Subaruga hech qachon yoqmaydi deb ayta olmayman. Chunki вечный mashina bu. Ko'rinishlari ham orqadan ham oldindan ham har doim chiroyli bo'lgan. Mana bu mashina agarda Amerikaga endi kelganimda mashina olaman deb yurardim. Volkswagen GTI. Buni fanatlari ko'p Amerikada, juda ko'p fanatlari. Mana sizlarga ko'rsatib beradigan bo'lsam, 15 ming yurgan, $31 ming. Volkswagen GTI 40th anniversary, two-wheel drive ekan. Oldi balon tortadi. Salonlari qiziqayotgan bo'lsanglar, rullari ham chiroyli Volkswagenlarni. Chiroyli yasab qo'yadi. Mana bitta mana selektori, skorost orqa oldinga qiladigan bo'lsangiz, sidenalari ham takoy. Retro style. Men bular bitta joyima bitta sidena tepa pasti anaqa ekan, elektrichniy ekan, qolgani мясорубка ekan, shuni ketaverasiz. Mana sizlarga oldindan ko'rinishi buni. Diskalari ham takoy chiroyli. Mana men mashinani bilmayman bunga kim sig'adi-yu. Bu Sparkdan ham kichkina, Mazda Miata. Narxi ham yengisini mana shu mashinani Amerikada 40 minglar, 45 minglar atrofiga olasiz. 40 mingga bunaqa mashinani olishni endi bilmayman. Buni haydalgani misol uchun 28 ming deb qo'yibdi. 2022-yil 28 ming mil yurgan. Bu mashinaga menimcha shu 15 yoshingizgacha haydashingiz kerak. 15 yoshdan keyin yangi mashina olishingiz kerak. Chunki kim sig'adi deb bunaqa mashinaga? Men misol uchun hozir o'tirib beraman shu mashinaga. Sig'sam agar o'tiraman. Lekin menimcha bu mashinaga eng orqaga mana qilinganda hozir o'tiraman. Bo'ldi, tugadi mashitda, xudo xolasa. Mana oyog'im mashitda qolib ketdi. Voy, mana mashina qolib ketdi. Bu qanaqa sig'adi bu odam, buni qanaqa haydaydi? Bir 1.35 bo'lishi kerak bu mashinani haydash uchun menimcha. Uni ustiga bu convertible ko'rayotganingizda bo'lmadi bu mashina.
Voy, qiynalib ketdim. Shuning uchun endi buni ham panatlari bor, bekordan bekor chiqarmasa kerak emasdi. Lekin iloji boricha tanlayotganda mashinani aql bilan tanlaylar. Bu yoqda уже Toyota Jeeplar. Men sizlarga naryodagi BMW Mercedes'ni ko'rsatib ketaman sekin-sekin. Mana misol uchun mana bu Teshka. Qora rang ekan. Juda oddiy komplektatsiyada ekan. Ko'plar Mercedes ko'rib wow deydi, lekin xuddi shu mashinani 20 mingga olsangiz bo'ladi, xuddi shu mashinani 60 mingga olsangiz bo'ladi. Bu eng oddiysi ekan, ko'rayotganingizdek. Teshkani sizlarga tashqarisidan ko'rinishlari. Diskalari ham oddiy, hamma narsasi teg bilan oddiy. Eng base paket 2019-yil C300 22 ming yurgan, 52 ming mil. $22 ming, 52 ming yurgan. Mana sizlarga salon. Men bular ham endi eski bo'lganligi uchun paytida balkim zo'r bo'lgandir. Hozir misol uchun haydaysanmi shu mashinani desanglar yo'q deb aytardim, chunki bo'lmaydi bu mashina menga. Kichkina, juda kichkina. Menimcha bunday akkumulyator ham o'tirib qolibdi, lekin salonlari, yashirishlari yaxshi. Lekin Mercedes Amerikada servisi qimmat. Misol uchun buzilib qolsa, normalniy summaga tushasiz. BMW ga qaraganda Mercedesniki qimmatroq yuradi ancha. Masalan, orqasidan, yo'llaridan ko'rinishi. Ahamiyat bersanglar, mashinada uzog'i bir 60-70 ming dollar bo'pti. Mana bitta misol uchun M-Tour Competition bor, uni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Acura, Pacura, Nissan, Mitsubishi va hokazo. Misol uchun mana bitta Mitsubishini ham sizlarga ko'rsatib ketaman narxini. Bu Mitsubishini eng kichkinalaridan bittasi. Mitsubishi Mirage. Buni yengisi ham 16 ming. 31 ming yurgan, 2024-yisi ham 16 ming. Bu takoy. Birinchi Amerikaga kelsanglar, dostavkaga chiqib, benzinga ko'prik yetkazmayman desanglar, mana shu mashinani olsanglar bo'ladi. Chunki menimcha Amerikaga hamma kelganda boshida dostavka qiladi. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. 15 ming dollarga yo Mirage olsanglar bo'ladi, yo Nissan Altima olsanglar bo'ladi, yo Hyundai yoki Mazda. Men oladigan mashinam Toyota bo'lardi, chunki baribir ham Toyota yaxshiroq, yoki Kia'mi bilmayman. Endi bu mashinada juda ko'pi bu yerda haydalgan. Yangi mashina narxiga qiziqadigan bo'lsanglar, kommentariyada yozsanglar, shunga qarab avtosalonlarga borib, Mercedes, BMW, Audi, Bugatti, Rolls-Royce hammasiga borib kontent qilib olib berishim mumkin. Narxlariga qiziqayotgan bo'lsanglar, xo'p, to'xtamaymiz. Nissan Altima'ni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Nissan Altima mana orqasidan ko'rinishi. Va agarda narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana Nissan Altima SV, bu Toyota Camry SE sifatida yuradi. Takoy sredniy variant, 21 ming dollar ekan. Mana sizlarga salondan ko'rinishi. Amerikaga kelib o'zingni ovorma deb aytmanglar. Men sizlarga o'zimning fikrimni aytaman. O'zim nima mashina haydaganman, nima mashina haydayapman va qaysi mashinalarni tushunganim sababli sizlarga tushuntirib ketdim. Aldanib qolmanglar mashina tanlaganda. Bu endi oddiyroq salon, ko'rayotganlaringizdek, oddiyroq komplektatsiya, ekran bitta switchlari, mana dashbordi ko'rayotganlaringizdek, eskicha, ya'ni elektron emas. Oddiy. Lekin bu shu Toyota Camry bilan bemalol tashlashib qo'yadi bu mashina ham. Camry olarmi deysiz yoki Nissan olarmi deysiz desanglar, конечно, Toyota Camry. Farqi yer bilan osmon bu ikkita mashinani. Lekin hammani o'zining vыборi bor. Mana bitta ko'rayotganlaringizdek, Mercedes eng kichkina varianti. Mercedes A klass bu. CLA. Eng kichkina variant. CLA dan ham kichkinasi bor, A klass. Bu mana CLA ekan. CLA 250. Eng arzon Mercedesdan bittasi desam bo'ladi. Uni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana 2020-yil CLA 200 23 ming dollar, 56 ming yurgan. Bu ham juda kichkina mashina. O'ta kichkina. Mantlari, ko'rja mantlari, daraxt ahamiyat bersanglar, mana sizlarga ekranni ham kichkina qilib qo'yib qo'yishgan. Mana sizlarga salonlaridan ko'rinishlari, oq salon ekan. Oq salon mashina olish ham azob, chunki Amlarni ko'rsatgan bo'lsanglar, kamerada abjaq chiqib ketgan, yirtilib, mantlari mana yirtilib ketgan, oq salon bo'lgani sababli. Kamerada sizlarga ko'ryaptimi, yo'qmi bilmayman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Shuning uchun oq salon mashina olish xatolik. Mana sizlarga orqadan ko'rinishlari. Amlarga oyoqlar baribir ham tegib ketadi, sideniyani ham chetlariga. Shuning uchun orqaga agar odam sig'sa, 1.25 bo'lishi kerak bu mashina orqasiga o'tirish uchun. Mana bu Yeshka misol uchun Yeshka mana yaxshi mashina. Ko'rayotganlaringizdek, mana Yeshkani sizlarga tashqarisidan ko'rinishi.
Men Piterka. O'zingiz nima mashina haydaysiz? Men Piterka haydayman, BMW. Mana sizlarga diskalardan qiziqayotgan bo'lsanglar, narxi 2020-yil 26900, nalogdan keyin masalan 50 ming yurgan 32 ming, 30 mingga tushadi. Buni yana ham narxini tashlattirsak bo'ladi, boshqa joydan ham olsak bo'ladi. Nimani yeshga normalniy mashinada, haligi o'nib turgan Mercedesdan ko'ra, CLA'dan ko'ra normalniy bemalol o'tirib turasiz, bemalol sig'asiz hamma joyda. Ko'rayotganlar salonlariga ham odam yotib ketsa ham orqada odam sig'adi-da. Anaqa yarimta mashina olgandan ko'ra ozgina pul qo'shib stoyishroq mashina olganingiz, meni o'ylashim bo'yicha yaxshiroq. Bu juda toza ushlangan mashina ekan, ko'rayotganingizda. Mana sizlarga orqasidan ham ko'rinishi. Mana BMW 530. Buni ham orqasidan birinchi ko'rsatib ketaman. Buni narxi qiziqayotgan bo'lsanglar, endi buni narxi 27900 ekan. 2021 530 ay 40 ming yurgan ekan. Buni salonni yopib qo'yibdi. No, lekin salon oranjoviy salon. Men o'zim mashinamni ko'rsatib ketaman, xuddi shunaqa salon menda ham. Meniki faqat M550, M550. Bu endi base paket. Meniki M5 competitiondan bitta pastda yuradi. Motorlari bir xil. Bu narxini ham sizlarga ko'rsatib ketdim. Bu yerda уже Toyota Corolla, Kia K4, Kia K5 va hokazo. Bularning hammasini ko'rsatmayman, bitta-bitta. Lekin boricha narxlarini sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana Toyota Corolla 19 ming, 61 ming yurgan. 19 mingga olib ketsanglar bo'ladi. Endi bu чисто рабочий mashina. O'qish, ish dostavka, dostavka har kuni haydashga. CLA Mercedes olganingizdan ko'ra Toyota Corolla olganingiz yaxshi. Chunki u CLA ni olib выпендрежник bo'lmaysiz. Oddiy Toyota Corollada yurib, ishni bitirsangiz ancha yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun mana bu tilda Mazda, Nissanlar, bu yerda SUVlar. SUVlarni ham sizlarga ozgina ko'rsatib ketaman. Mana misol uchun bu Nissan salonni ko'rsatib ketadigan bo'lsam, birinchi bo'lib mana salonni bu endi yengilroq varianti bo'lgani uchun ancha chiroyli ko'rayotganlar. Mana koja. Bu kojasi ham fake koja deydi-yu. Rostogasni koja emas. Lekin bu platinum varianti bo'lgani sababli mana bular ancha chiroyli yasalgan. Salon, eshiklari ko'rsanglar, misol uchun Jeeplarda buni sopernik, konkurenti kim desanglar, Nissan Rogue'niki bu Raptor'dan sal katta, Highlander'dan sal kichkina. Shuning uchun bilmayman qaysi birini konkurentisi bo'ladi. Menimcha buni konkurentini Innami Raptor desangiz bo'ladi. Chunki RAV4dan bu sal kattaroq. Narxi qiziqayotgan bo'lsanglar, $27 ming mana narxi. 25 ming manga. Nima orqasidan sizlarga saloni. Lekin bemalol o'tirib turmoqman. Qanaqaga Nissan'ga turayotganligini. Endi meni bo'yim sal uzunroq bo'lgani uchun ko'p mashina, kichkinaroq mashina bo'lsa sig'mayman. Shuning uchun iloji boricha mashina olsanglar, kattaroq mashina olganinglar ham yaxshi. Kichkina mashinani qizig'i yo'q. Mana bu Mazda. Endi Mazdaga ko'plik qiziqmaydi, shuning uchun ko'rsatib ketmayman. Bu yerda mana Toyota, misol uchun mana bitta Jeep Grand Cherokee bor. Jeepga ham bizning O'zbekistonda hech ko'rmadim O'zbekistonda Jeeplarni. Balkim bordir bitta-ikkita, lekin ko'plab olib kirmaydi. Lekin narxiga zo'r mashina, misol uchun 2025-yil Grand Cherokee Limited L varianti, ya'ni longa $40 ming, 16 ming yurgan atiga. Saloniga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana zo'r salon. Mana bular daraxt, mana bular cho'tki qurilgan. Salonlari ham mana polniy koja. Atiga necha 16 ming yurgan bo'lsa, kilometrda 22 ming, 23 mingga nop qarasangiz, Hyundai Santa Fe'ni puliga mana shu 3 tarat mashinani olsanglar bo'ladi. 3 tarat mantlari ham mana bitta переключатель, скоростini переключать qilsanglar, ekran, 9 zonli klimat kontrol. Yo'l ushida bemalol ko'rayotganlarda speed limit, hamma narsalari bor. Liniya ushida, mashinaning расстоянияni ushida. Orqasiga ham bemalol oilaviy o'tirib ketsanglar bo'ladi. Mana bu yerda mana bunaqa narsasi bor. Mayda zanaveskalari bor. Tayinroq ko'rmayman desanglar, sideniyalari ko'rayotganlarda kapitanskiy, orqada o'zining klimat kontroli bor. 40 mingga misol uchun, meni o'ylashim bo'yicha bundan yaxshi mashina sizlarga bermaydi Amerikada ham. Long varianti ekan, mana limited Torx Store. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Manba o'zimizdan O'zbekistondagi Tracker. Bu yerda Buick bo'lib chiqadi. Buick Encore
Buni narxi qiziqayotgan bo'lsanglar, 2018-yil $14,000. Atiga adashmasam, yo'q, atiga emas, Qarman yurib qo'ygan ekan. Kilometrda 100 ming yurgan. Shunda ham bu mashina yengilligida 20 ming, 25 ming bo'lgan. Hozir 14 mingga sotyapti. Narxini pashti tashlamagan. Menimcha ayol kishi haydagan ichi. Kamada bo'lib yotibdi mamtlari. Oq salon, iloji boricha oq salon mashina olmaylar. Orqa saloniga qiziqayotgan bo'lsanglar, bu shu Spark'ga kattaroq variantida. Mana sizlarga orqasida oldidan ko'rinishi misol uchun. Bu yerda har xil mashinalar, mana yerda Lincoln, Pincoln va hokazo. Xo'p, men bitta mana Hyundai Palisadni ko'rsatib ketadigan bo'lsam, mana sizlarga oldidan ko'rinishi. Misol uchun Hyundai Palisad olgan bo'larmidi yoki Jeep Grand Cherokee nima? Grand Cherokee deydi, ularning o'zbekchasiga. Mana Hyundai Palisad 2023-yil, bu 85 ming yurgan ekan. Narxi 27,900. Bu ham oq salon. Mana sizlarga tashqarisidan, ichkarisidan hamma tomonlama ko'rsatib ketaman. Harman Kardon ekan, audio sistemalari такой полный семейный bo'lib haydalgan bo'lsa kerak. Bu ham shu kapitanskiy сиденье. Mana bitta mana скорость переключатель, двухзонный климат контроль, hamma narsasi cho'tki. Mana sizlarga orqasidan ko'rsatib ketadigan bo'lsam, mana bitta buni ham shu zanaveska, panaveskalar bor. 85 ming yurgan mashina, bu 100 ming, 110 ming kilometr yurganda. Mana sizlarga orqasidan salonlari, naryoqda ham ko'rayotganlaridek klimat kontroli bor mana. Sizlarga orqasidan ham ko'rsatib ketadigan bo'lsam, mana orqasidan ko'rinishlari. Bu yerda esa Dodge, Cadillac bo'lib yotibdi. Men bitta Cadillac Escalade turibdi, misol uchun. Cadillac Escalade men o'zimga yoqadi, misol uchun. Chiroyli mashina. Bu endi bitta eski varianti, undan keyin yengisi ham chiqqan. Buni mana sizlarga yonlaridan ko'rinishi. Buni necha mil yurgan, qancha yurgan deb qiziqayotgan bo'lsanglar, 44 ming yurgan atiga. Narxi qiziqayotgan bo'lsanglar, 58 ming, 9 mingga tushadi. Nechligini qo'yib qo'yibdi. Bu long varianti ekan. Mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi. Shu 600 taligi eng uzuni. Kaltini endi bersangiz beradi-yu, men hozir vaqtim yo'q. Kaltini so'rab ichini ko'rsatishga. Lekin salonlari, hamma narsalari cho'tki bunda. Men o'zim qiziqaman shu Cadillacga. Oldin Cadillac haydaganman. Elektromobilni, lirikini. To'g'ri, elektromobil endi yoqmagani. Lekin men bitdim, misol uchun Track, Marak va hokazo. Bularga ham qiziqsanglar, shu o'zini avtosaloniga borib, o'sha yerdan sizlarga ko'rsatib ketganim menimcha выгодныйroq. Bularni bittalab ko'rsatgandan ko'ra, men bitta mana Toyota Tundrani ham bitta ko'rsatib ketaman. O'zbekistonda menimcha Toyota Tundra yo'q. Meni o'ylashim bo'yicha, men noto'g'ri bo'lishim mumkin. Mana sizlarga Toyota Tundrani yo'llaridan ko'rinishi. Buni agarda narxi qiziq bo'ladi, bilaman. SR variant $40,000 ekan, mana ko'rayotganingizdek. 38,800, 45 ming yurgan. Bu eng oddiysi emas, eng oddiysidan sal yaxshirog'i. Material salon. Lekin bu mashina kattagina, bemalol maza qilib yurasiz, oilaviy yursangiz ham. Endi bunaqa mashinani ko'plar ish uchun oladi, oila uchun emas. Orqasida yopib qo'yadigani ham bor ekan, ko'rayotganingizdek. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Audi Q3 haligi traktordek razmer bu. Renskiy mashina Audi. Mana kelim. 2022 Q3 $26,000 ekan, atiga 40 ming ekan. 25 ming, 30 mingda bo'lganda yaxshiroq mashinalarni sotib olsanglar bo'ladi. Amerikaga kelsanglar kelajadi. Mana sizlarga Audi'ning saloni, mamtlari koja, S paket ekan. Tipa sportivniy deydi. S paket bu, S o'zi emas. Motor-patorlari oddiy, просто paket shunaqa. No, Audi'ni qaysi mashinalar yoqadi deb menga qiziqayotgan bo'lsangiz, Audi RS6 yoki RS7. Shu ikkita mashina yoqadi, sedanlari. Uni biladigan odam biladi u mashinani. Shuning uchun bu mashinaga men unaqa qiziqishim yo'q. Ford Explorer, hammasi Ford Explorer, Suburban, Tahoe, Cadillac Escalade'lar hammasi tegini platformasi bitta bo'ladi. Shuning uchun bularni ko'rsatib ketmayman sizlarga. Men bitta misol uchun Volkswagen, Hyundai bo'lib yotibdi hamma joyda. Men bu Dodge misol uchun. Buni bitta SRT varianti yoqadi menga Dodge'ni. Qolganlari sal bo'lmagunroq. Mana shu mashinani Ram TRX degan varianti bor. Shu Ram TRXni kelajakda agarda qiziqish odamlar bildirsa, ko'rsatib ketishim mumkin. TRXni ham qatdan sotib olsa bo'ladi, narxlari nech pul. Bu sal oddiyroq varianti. Buni narxi 60 ming ekan.
Bularning zo'rlari narxi 100 ming, 120 ming atrofi bo'ladi. Mana bu Jeep amerikanskiy Gelenwagen. Jeep Wrangler Limited 2021-yil. Narxi 26 ming. 26 ming sizlarga bilmayman. 50 ming yurgan. Takoy plyajga, eshiklarini olib tashlab, tomlarini olib tashlab haydab ketsangiz bo'ladi buni. Kubik mashinada bu o'zingiz xohlagancha yig'ib terasiz. Boy joyga ketaveradi. Ko'pincha buni Floridada, Texaslarda ko'rasizlar, Kaliforniyada, chunki как-никак внедорожник. Xuddi shuni naryoqda pikap traka ham bor, ko'rayotganinglarda. Men bitta уже bu mashinani bitta ko'rsatib o'tsam vaqt ketadi. Savolda bo'lsa qoldirib qo'yinglar. Keyinchalik ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Bu yoqda misol uchun Lexus NX ikkita, yana bitta Escalade, endi Escalade'ni olib qo'yadilar. Sizlar qimmatroq bo'lgani uchun bu mashina, buni ham narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana this vehicle is now for sale debdi, ya'ni уже sotilib bo'lgan. Mana bitta BMW X3, mana bu esa BMW X5. Oddiyroq paketlari ekan, ko'rayotganlarda M paket emas. Mana Merc GLB. Bu ham oddiyroq paket ekan. Jaguar qiziqsanglar agar, Jaguarni ham bitta mana sizlarga ko'rsatib ketaman salonni. Buni narxi qiziqayotgan bo'lsanglar, 32.935 ming yurgan 2021-yil. Mana sizlarga ko'rinishi. Jaguar qattiq mashinasiligini bilsanglar, kommentariyada qoldiringlar. Bu endi angliskiy mashina bo'lgani sababli ko'plar olmaydi, chunki Range Rover tegi buni ham platformasi. Range Rover yaxshiroq variantda desa ham bo'ladi, grubo говоря. Lekin mashina o'zi yomon emas. Bu ham hamma mashina cho'ti bu tog' salon ekan. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi Jaguarni. Mana bitta misol uchun Porsche Macan. Bu Porsche'ning eng kichkina Jeep'i. Eskiroq varianti ekan bu ham. 2017-2020 atrofi bo'lsa kerak bu. Da, 2020 ekan. 52 ming yurgan. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, mana 36 ming, 35.900. Mana sizlarga Porsche saloni. Porschedan shu 911 Cayenne zo'r. Mantlari misol uchun koja Alcantara bo'lib yotibdi. Endi Porsche har doim yoqqan menga. Porsche yomon mashina chiqarmaydi. Nemetskiy mashina, BMW Mercedesdan keyin bilasizlar Porsche keladi. Mana sizlarga salonlaridan ko'rinishlari. Mana bitta polni kontrol, mana shu knopka bo'lgani yaxshi. Avtomat ekranda bo'ladigan mashinalar yoqmaydi. Mana knopkani bosib mazza qilsanglar bo'ladi. Odam mashinani chusut qiladi. Yangi mashinalarda hozir bilasizlar, knopka emas, hammasi ekranda. Mikrovolnovka bo'lib ketgan hamma mashina. Naryoqda ham har xil mana mashinalar bor. Range Rover'lar, Equinox'lar, Mercedes, Audi'lar. Bular oddiyroq ekan hammasi. Agarda Premier'lar, Lamborghini, Ferrari'larni ham ko'rsatib desanglar, u avtosalonda ham tanishlar bor. Ferrari va Lamborghini bu mashinalarni ham Amerikadan olib kerak bo'lsa, yuboramiz. Mana misol uchun Equinox'ni ko'rsatib ketadigan bo'lsam, oq rangi, seri rangi, oq rangini ko'rsatadigan bo'lsam, buni ham saloni oq rang ekan. Tushunmadim, cho'ta bugun faqat oq mashinalar chiqyaptimi? 58 ming yurgan, 19.900 dollar. Mana bu mashinani ham salonimiz seravati oq ekan. Ko'rayotganinglardek. Vashi oddiy paket ekan, lekin bor. Mana salonlari sizlarga. O'zbekistonda ham endi hammada emas, ko'plar haydaydi Equinox'ni. Как-никак endi O'zbekistonda hozirgi paytda lekin mashinalar ko'paygan oldingidan ko'ra. Shuning uchun vыбор ko'paygan demoqchiman. Eng yaxshi mashinalardan bittasi albatta Lexus. Men o'zimga yoqadi Lexus. Bu mana RX ekan, buni ham eshigini yopib qo'ygan. Menimcha bu ham o'zi sotilib bo'lgan sababli yopib qo'yishgan. Mana sizga tashqarisidan ko'rinishi Lexusni. Yonlaridan ko'rinishi, narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, 45.900 ekan. Atigi 16 ming yurgan. Narxi. Orqasidan sizlarga ko'rinishi. Mana shu Hyundai'larga lekin hech qiziqmadim. Santa Fe'ni qanaqadir ham urut qilib qo'ygan mana shu mashinani. Buxankanonga o'xshatib qo'ygan. Sizlarga yonlaridan ko'rinishlari. Bilmayman, shu mashinani yomon ham qiziqmadim. 17 ming yurgan, 35 ming dollar. Saloniga qiziqadigan bo'lsanglar, mana hamlari koja, bular daraxt, hamlari plastik. Endi kojasi rostagasim koja bo'lmaydi bu mashinalarda, bilasizlar. Mana bular shu hali aytib o'tganimdek ekran bo'lib yotibdi. Qo'lda mamlaqa qilib atib-chatkilab qolib ketadi.
va hokazo. Shunisi yoqmaydi menga mashinani. Yangi mashinalarni bitta o'rniga tushuntirib ketsam bo'ladi. Mana sizlarga orqasida bunaqasi ham bor. Yopib qo'ysanglar bo'ladi. Zanayskani. Bu ham 3 zona ekan, 3 ta zona. Shuning uchun Amerikaga agarda keladigan bo'lsanglar, mashina tiqilib yotibdi, tiqilib ketgan. Na любой вкус и выбор deydi-yu. Shuning uchun mashinalarga qiziqsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu savolinglar bo'lsa agarda. Boshqa mashina bu yerda qolmadi. Kattaroq dealershipga keyingi safar boraman, albatta. Keyingi safar videolarda sizlarga ko'rsatib ketaman. Video agarda sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu kanalda faqat mashinalar haqida olamiz Amerikada videoni. O'zimiz ham mashinalarimiz haqida tuning qilaman, xudo xolasa o'zimni BMW'imni stage 1-2 qilib va o'z вообще Amerikada hayotga qiziqayotgan bo'lsanglar, o'zimning kanalim bor, main kanalim, o'tgan o'tib qo'ysanglar. Bu yerda ham ko'p videolar chiqaraman. Shuncha paytgacha videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishamiz. Charchamanglar. Albatta naryoda BMW mashinalari ham bor ekan. Endi ularni keyingi videoda balkim ko'rsatib ketarman sizlarga. Ishlaringiz omad, charchamanglar.